Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Assalomu alaykum kitobxumar aziz qeyrindoshlar. Mazkur asar madaniyat inqilobi va davomidagi tarixiy ko'rinishlardan tarkib topgan, shundaqla muhabbat, nafrat va do'stlikdan iborat inson hayotidagi eng muhim tuyg'ularni nihoyat jonli holatda ifodalab bergan roman tipidagi 7 qismliq tarixiy asar bo'lib, asarni ovozliq tayyorlashimizdagi asosiy nishonimiz Uyg'ur xalqimizning vatanga bo'lgan sig'inishiga malham bo'lish, kitobdagi har xil personaj xarakteri va qiziqarli yerlik shivirlarni jonlantirish orqali qalbga kulki beg'ishlash, tariximizni takror eslab chiqish orqali savoq elish va kelgusimiz uchun to'g'ri qadamda ilgirlashdan iboratdir. Mazkur asar Xazinam Tortil Tarbiyalash Markazi tarafidan ovozga ilindi va tayyorlandi. Ma'arif, til uchuri, vatan puroqlarini o'z ichiga olgan, ma'naviyatga foydali texnik ko'p sarxil mazmunlardan bahramon bo'lish uchun Xazinam 2020 nomidagi YouTube kanalimizga ergashib olgaysizlar. Hikmat aplik bir joyni topdi-da, taxtasini bo'yniga esib, bovayning tez-tezmi rasmini chizishga boshladi. U shunchalik ishtiyoq bilan berilib ketgachga, atrofiga to'planib ketgan odamlarni tuymayli qoldi. "Ha, o'xshidi, chimpishiq o'xshidi-ya", dedi bir dehqon. "Ajab biday tez yozadi-ya", dedi shapoq to'piliq bola. "To'g'ri qildim, bo'shikning kultuk sotgan to'shkunimi yozdi. Mok-mok qirining tishining yo'qligi komishkidan bilindayna." Birdamdala odamlar to'pi ko'payib, qisdi-qistongchilik boshlandi. Ular rasmni ko'rish uchun bir-birini ittirishadi. Vaqirshadi. Hikmat davolg'ib turgan to'p orasida rasmni sizolmayli qoldi. "Tuqqanlar, bundaq ittagida tursanglar, men rasmni qandoq sizaman?" dedi Hikmat ko'pchilikka burilib. "Biroz surilib bersanglar." "Voy xudoyim", dedi bodri ko'tirgan dehqon. "Turulg'idek vichirlab kep qitgan ya adam huquqini bo'lmaydigan." Hikmat rasmni sizib bo'lgandan keyinchi may bo'yoq rasm qilib sizishni ko'ngliga pukdi-da, bo'shikning rang ayrimlariga harf bilan belgi qo'yib chiqdi. U qizigan rastalarni aylanib yurib, qetiq setayotgan 14-15 yoshlardagi sahroliq qizni ko'rib qoldi. Mağzilari qip-qizil, issiqdan peshonlari ushoq tarlab ketgan bu qiz beshidagi rumili ustidan chiman do'ppi kiyib edi. Uning oldida usti-ustiga dastlab qo'ygan tovoqlarda sap-seriq bo'lib uygan qetiqlar turadi. Kalpuklari, soqol burutlari oppoq qetiq yuqi bo'lib ketgan bir necha dehqon oyoqlaridagi qetiqiga zag'ri uvab ichib-atadi. Hikmat qizning rasmini sizishga boshlaganda u yuzini to'sib oldi. "Meni yozmisizchu aka?" dedi qiz barmoqlari orasidan qarab. "Odam xafa bo'tgan. Men hozirli rasmingizni sizib bo'lib", dedi Hikmat kulib. "3 qetiqingizni ichiman bo'lamdi?" Bu yerdimi odamlar yig'ilib olg'achqa Hikmat rasmni noyda ta'sir sizib tugatdi. U qizning bir tovoq qetiqini ichib bo'lib bahosini so'radi. Bir tovoq qetiq 15 tiyin edi. Hikmat 50 tiyin berib ketib qoldi. U atsi boshqa rasmlarni aylanib, satar chelib, tilamchilik qilayotgan bir qarg'u buvayni uchratdi. Uning beqinida 8 yoshlar chamasida bir bola kichik dapni qo'lida o'ynatib chelib o'ltiradi. Hikmat buvay bilan bolaning rasmini ko'ngil qo'yib, havas bilan sizib chiqdi. 3-4 kun bozor aylangan Hikmat 30 pochidek tez-tezmi rasm sizdi. U har kuni danga qaytib kelganda rasmlarning chalasini sizatdi. Orliqda Dangja buvayning rasmini mo inchikilab sidam-sizmi usulda sizib chiqdi. U ziyorat, rasm sizish bilan 10 kunning qandoq to'shib qolganligini bilmayli qoldi. Tursun, Matto'xti, Atikamlar ilgari keyin yetib kelishdi. Ertasi tushda Dangja buvayning yordami bilan to'gilarga mingan 4 o'quvchi Yakan daryosi bo'yiga yetib kelishdi. Ko'rik texi bitmagan edi. Lekin harbiylar yo'lovchilarni tulum bilan o'tkazib atadi.
Ular tulumda daryodan o'tgandan keyin poskamdan shaqshumba elib kelgan bir qora mashina bilan kechalab poskamga yetib keldi. Ular yo'l bo'yidagi bir qo'nalg'uga kirib kelishdi. Bu qo'nalg'u cho'ng bir eg'iz uy bo'lib, uyning to'rt tarafini yog'och so'ki egallagan edi. 2dan 3dan bo'lib yetishgan yo'lovchilarning putlari xuddi cho'ng kichiklik, maynat sesiqchilikda baslashgandek bir-biriga qarashib turardi. Uy ichi dimoq etishqudek darajada badbo'y sesiq edi. Ular yuk taqlarini yashmayla bir bulunga tiqilishdi. Hikmat sirtqa chiqib ketdi. U oz o'tmayla yugurib kirdi. "Qani tez turinglar, qag'iliqqa boradigan bir mashina chiqib qoldi", dedi u aldirab tinib. "Bir narsanglar unutilib qolmasin." Ular oshiq bosgan mashina bilan o'tir kechida qag'iliqqa kirib keldi. Bekat oldidagi kang yalanglikda tunigan bu harg'in o'quvchilar atsi tush bilan nayda tasda shopurlarga yelinib, yalvurib yurib, xotanga mangadigan yuk mashinasidan birini topdi. Ular mashinaga o'rinlashib, qizil gumi sag'andan o'tib, Yemitning seyiga kirgandila deyishdi. Yemitning cheksiz ketgan seyida xuddi o'lik yilondek so'zilib yotgan tosh yo'l bo'ylab to'pichang ko'tarildi. Az o'tmay bu chang to'zon ichida balalarmo, mashinami g'oyib bo'ldi. Hurmatli kitobxon, endi siz muqaddimini unutib keting. Qisqasi Tursun, Matturdi, atikamlarni ko'ngil ekraningizdan chiqarib eting. Balkim siz shu davrlarda o'qish bitirib, qismat shamollari Tali Majnun potlisidek to'zitib, taklamakan bo'ylarga uchirgan rassom Tursun, changchi Matturdi, skripkachi qiz atikamlarning keyingi taqdirlari qandoq bo'ldigandi? Ular qandoq baxt va baxtsizliklarga duchor bo'lar deb o'ylagan bo'g'aydingiz. Lekin ular hozir bizdan ayrildi. Matturdi o'z yurti Niga, Tursun bilan atikam gumiga xizmatga taqsim qilinib ketib qoldi. Xuddi shoir Umar Hayyam bir qatri daryoda yo'q bo'lib ketdi, yerga bir chang qo'ndi, ko'milib ketdi deganidek, ularning turmushining mangu besiqmas chang to'zonlarga, hayotning oyig'i uzilmas daryolarga qitilib ketdi. Kim biladi, balkim hayot safaringizda ular bilan tasodifiy uchrashib qolishingizmi mumkin. Chunki hayotlik tasodifiy voqealarga boy bo'ladi. Sizlar amisi bu muqaddimani nemishqa yozdingiz deb so'rasizlar. Muqaddima orqali sizlar 3 do'stning birisi Hikmat, to'liqroq atsam Hikmat Eli bilan yuzaki bo'lsimi tanishib oldinglar-ku. Men ishonamanki, sizlar endi uning bilan cho'qim chiqishib qolasizlar. Hikmat Eli orqali yana nurg'unlagan do'stlar bilan uchrashasizlar. Ularning hayot safaridagi ajoyib sarguzashtlari, baxt baxtsizliklari, muhabbat fojialari, turmush so'roqchiliklari sizlarni o'yga soladi. Gerçi yazg'anim dengizning bir tamchisi bo'lsa-mu, ammo uningdan ashu davr kishilarning taqdir kartinalarini ko'rgandek bo'lasizlar. Kichik vaqtimda dadam marhumdan Jangili Mazandiran degan cho'chakni nihoyat ko'p anglagan edim. Bu cho'chak har qaytim esimga kechganda mushkul va murakkab bo'lgan hayotlik safari, turmush ochallari ko'z oldimda ayon bo'ladi. Shundoq hayot yo'li bir oyig'i chiqmas jangal. Uning bag'rini qaplab yotgan chavar chatqallar, tikanlik ozg'an jig'allar. Mana bu turmush ekan. Odam uningdan yo'l tepib, oxirga chiqib bo'g'icha balla mukchiyib, ko'zlarning go'hiri to'kilib, chashlarga qirov qo'nadi ekan. Qini aqlliq kitobxon, biz Hikmat Eli bilan ashu Jangili Mazandironga birlikda qadam qo'yaylik.